Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema bosh og'riqini davolash to'g'risida aniq gap. Bosh og'riqini davolash to'g'risida aniq gap. Buningdan xeyli yillar ilgari marhum qalamdosh og'inimiz Hizmet Abdullin Muşu bizning Uyg'urlar qiziq haq. Bir narsaning ujur-bujurni qo'ymay aytib bermasang, o'zi bilib bir ishni oxirga chiqara olmaydi, deb vaysig'anligi yodimda. Bugun shu gapni mening takrorlashimga to'g'ri kelyapti. Undaq bo'lg'ini shifoliq giyohlar haqida hikoya qilganimda bosh og'rig'ida qandaq giyohlarni ishlasa bo'ladiganligi, ularning ishlatish usullari, miqdori to'g'risida aytgan edim. Shuningga qaramay, ba'zilar bosh og'rig'i to'g'risida aniq bir narsa demidingiz, yo yodingizdan ko'tarilib qoldimi, deb meni xavotir qiladi. Rost, men bu og'riq to'g'risida alohida bir mavzuda to'xtalmasammi, giyohlar to'g'risida u haqda gap qilgan edim. Keyinroq bosh og'rig'ini davolash usulini maxsus bir bobda hikoya qilishni ko'nglimga pukdim. Mal yemas, ya'ni melissa cho'pidan 15 gram ilib, uni bir stakan qaynoq suvda damlang. Damlaganda u qachini lo'nga qatorliq narsa bilan o'rab qo'ying. Dora asta va ko'ngildagidek damlanadi. 30 minut o'tgandan keyin suzib, tiripini tashlab etib, suyini botliga qachiga elib oling. Uni kuniga 5-6 qitim, bek xohlamasangiz bir qo'shiq, xohlasangiz cho'ng qo'shiqda 2 qo'shiq iching. Aksicha ta'siri yo'q. Shuni aytib o'tish kerakki, bu faqat bosh og'rig'ini to'xtatib qolmay, shuning bilan birga yurak beg'ir og'rig'anda, yurak qattiq so'qqanda, uyqusizlikda, kindik, ya'ni ich mujig'anda, uchay ko'pganda, börak og'rig'anda, bosh qayg'anda, quloq g'o'ngildiganda, qon ozliqda, asabni besish maqsadida ishlatsimi yaxshi unum beradi. Biz shifoliq 110 giyohda bosh og'rig'ini kiyik o'tni qaynatmasi bilan yuyib davolash usuli to'g'risida hikoya qilgan. Yana takrorlayman. Bu qaynatma bilan boshni yuygandan keyin boshni yog'liq bilan o'rab tengib etish kerak. Shuningda bosh tarlab saqaydi. Agar bu usulni eg'ir ko'rsangiz, cho'ng qo'shiqda bir qo'shiq kiyik o'tini 1,5 litr suvda 30 minut o'rab damlang. Bu damlanma kuniga 2-3 qitim, yerim yoki 1 stakandan ichiladi. Ogohlantirib qo'yadigan narsa, bu damlanmani homildor ayollar ichishga mutlaq bo'lmaydi. Mubodo beshingizning og'riqi buningdimi to'xtamasa, ko'k yoki qora choydan achchiq damlab, uningga bir chimdan yalpuz silib, sal turg'izib, orachinida 1 yoki 2 stakan ichib eting. 15-20 minut o'tgandan keyin bosh yeniklashidi. Shifoliq 110 giyohda ta'kidlaganimizdek, nurg'un kishilar bosh og'rig'anda yosh kapustaning postini so'yib olib, boshqa qo'yadi. Uning ustiga ayollar yog'liq tangdi. Erlar bosh kiyimi kiyib oldi. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.